Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Bugun xudo xolasa sizlarga Vanderga to'rigini 9-may sanasida ko'rsatib o'tamiz. Juda ham serhosil o'riklardan. Bu yergacha salqinligini hisobiga hali yaxshi pishib olgani yo'q. Qolgan joylarda uje pishib, uzilib 20 ming so'm, eng kamida sotilyapti. 25 ming, 30 ming so'mgacha. Mana ko'rib turibsizlar, ertaki o'rik, yaxshi nav. Turishi suxon o'rikli tuzilishida. Go'shtli o'rik. Mana bular yetilib pishgan joylari ham bor. Endi adar zonalardan, aslida issiq joylarda juda ham erta chiqadi bu o'rik. Narxi ham 50 ming so'm sotildi boshida. Uni ko'chatlari qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor. Ko'chatlarga zakaz bersanglar, O'zbekiston, qo'shni davlatlarga ham dastavkalarimiz bor. Juda ham serhosil o'rik hisoblanadi. Karlari ham yaxshi, yirikligi ham juda zo'r bo'ladi. Ya buni siyraylasa mevasini yanada yirik bo'lib, advorni bo'ladi, eksportga yaroqli bo'ladi. Hozir buni mevasini siyraylatilmagan, shuni hisobiga ham egilib mayda juda olgan mevani. Buni qaranglar, mashalloh. Mana shu yerda 4 dona meva bo'lganida, 10 tadan oshiq mevani kuchini beraverar edi. Qaranglar, bu yerda mana 30-40 ta qolib ketgan. Bu yerda bir 5 ta mevani o'rni bor. Boshqa meva kerak emas. Boshqa meva bo'lsa shunaqa mayda bo'lib, hech qayerga, ichki bozorga ham, tashqi bozorga ham sotilishi juda qiyin bo'ladi. Mevani olganida qaranglar buni. Bunga changlatuvchi boshqa narsa kerak emas. O'zini o'zi changlataveradi bular, o'riklar. Bu yerga tegib ketgan, oqib ketibdi. Ko'chatlari qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab bog'larda chiroyli bog'lar qilib beramiz. Zakazlarni oldindan olamiz. Ko'chatlari soni cheklangan. Ko'chatlari yetmayapti ko'pchiligiga. Bittadan like, podpiskani bosib qo'yinglar do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan yaxshi videolarimizni qo'yib boramiz. Hali oldinda videolar. Qolgan mevalarni ham videolarni joylab ko'chatlarini albatta yetishtirib sotamiz. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar.